Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Kolumbiya terma jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenzo ertaga tongda bo'lib o'tadigan O'zbekistonga qarshi bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etib quyidagi fikrlarini bildirdi. Barchaga xayrli kun. Futbolchilarimga aytadigan gapim odatdagidek. O'yindan zavq olishsin, shukronalik keltirishsin va Kolumbiya libosi uchun maydonda jonlarini berishsin. Birinchi kundan nima degan bo'lsak shu, Xudoga shukr 8 yildan so'ng yana ushbu mundialdamiz. Bizda umid katta, o'zimizni yaxshi tomondan ko'rsatish istagi kuchli. Har kungi xabarimiz shundan iborat. Yigitlar maydonda borlarini berib, yurakdan o'ynashmoqda va muxlislar buni his qilmoqda. Matbuot har doim biz bilan birga bo'lishi kerak. Ba'zida ma'lumot kam berilishi mumkin, lekin bu ataylab qilinmaydi. Kolumbiya juda muhim sinov oldida turgan bir paytda rahbarlar, muxlislar, jurnalistlar va umuman ushbu go'zal sport turiga daxldor barchamiz birlashishimiz kerak deb hisoblayman. O'zbekiston bilan o'yinga taktik va strategik rejamiz aniq. O'yinga qanday yondashishimizni bilamiz. Taktik jihatdan ikkita holat bor. Biri himoyaviy, ikkinchisi hujumkor. Bu borada O'zbekistonning xususiyatlari juda yaqqol ko'zga tashlanadi. Shunday ekan biz hujumda ham, himoyada ham yakka kurashlarda yutib chiqishga harakat qilamiz. Jahon chempionatlari bizga kichik jamoalar yo'qligini va hech kimni kamsitmaslik kerakligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston kuchli raqiblarga qarshi yaxshi natijalar qayd etgan. Ularda ajoyib murabbiy bor. 4-5 nafar yuqori darajadagi futbolchilar bor va eng muhimi ular nima o'ynayotganini aniq biladigan tartibli jamoa. Ertangi o'yinda ularni ortda qoldirish biz uchun asosiy chaqiriq bo'ladi. James Rodriguezning holati yaxshi. Uning jismoniy tayyorgarligi doimiy ravishda o'sib bormoqda. Albatta uning iste'dodi shundayki, ba'zida boshqalar kabi ko'p yugurmasa ham o'yinga oydinlik kiritadi va muhim masalalarni hal qiladi. Intensivlikka kelsak, Kolumbiya bu borada talabga javob beradi. Biz intensivlik bo'yicha dunyoda yetakchilardan sanaladigan jamoalarga qarshi o'ynaganimizda, masalan Fransiyaga qarshi, ulardan qolishmadik. Gap faqat yugurishda emas, asosiysi to'g'ri himoyalanish va samarali hujum qilishdir. Dieter Villa-Cruz Azul bilan Meksikada ajoyib turnir o'tkazdi va shu orqali milliy terma jamoaga chaqirildi. U qolgan 25 ta futbolchi kabi o'ynashga tayyor. Xudoga shukr bizda barcha chiziqlarda va pozitsiyalarda raqobat juda kuchli. Yakuniy qaror esa individual xususiyatlar hamda raqibga qarshi qo'llaniladigan strategiyaga qarab qabul qilinadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu o'yin strategiyasi va futbolchilarning individual imkoniyatlari o'rtasidagi muvozanatdir. Qaror har doim terma jamoa foydasini ko'zlab qabul qilinadi. O'zini imkoniyat jihatdan biroz pastroq baholagan jamoa chuqur himoyalanishni ma'qul ko'radi. Qolaversa, hozirgi futbolchilar jismonan o'ta baquvvat. Maydon markazidan hujumga o'tish jarayonlari halokatli darajaga yetgan. Bugun ham bir nechta jamoalarda tezkor hujumga o'tish qanday natija berganini ko'rdik. Agar himoyaga o'z vaqtida qaytmasangiz, darhol gol o'tkazib yuborasiz. Shuning uchun hozir ko'plab jamoalar to'g'ridan to'g'ri vertikal hujumlarni tanlamoqda. Terma jamoaga kelishim bu uzoq yillik mehnatimning natijasi. Yillar davomida soyada, boshqa pozitsiyada ishladim. Jose Pekermandan, qolaversa futbolchilik faoliyatimdagi boshqa murabbiylardan ko'p narsa o'rgandim. Futbolni tark etishimdan 3-4 yil oldin murabbiy bo'lish niyatim qat'iy edi. Doimo o'rganishga, tinglashga, tahlil qilishga va o'zimni rivojlantirishga harakat qildim. Xudo menga jahon chempionatida bosh murabbiy bo'lish imkonini berganidan benihoya minnatdorman va buni Kolumbiya termasi bilan a'lo darajada o'tkazmoqchiman. Jamoam shunchaki ajoyib. Yigitlar terma jamoa libosi har narsadan ustun ekanini his qilib, o'zlarini butunlay baxshida etishmoqda. Tarkibdan ba'zi futbolchilarni tushirib qoldirish men uchun og'ir bo'ldi. Chunki ular ham xuddi asosiy ro'yxatdagilar kabi mehnat qilishgan edi. Kimlar asosiyda o'ynashini hali o'yinchilarning o'ziga ham aytmadim.
Lekin biz yaxshi holatdamiz. Bizda 26 nafar haqiqiy sherlar bor. Bundan juda xursandman. Biz o'zligimiz, mohiyatimiz va uslubimiz ustida ko'p ishladik. Kolumbiya bu quvonch. Xalqimiz tabassum qilish uchun sababga muhtoj va terma jamoamiz xuddi shuning uchun yaxshi o'ynashni xohlaydi. Bu oson emas, lekin buning uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Kolumbiyalik muxlislarga yoqadigan chiroyli o'yin uslubini saqlab qolishga harakat qilyapmiz. Luis Diasda bosim yo'q. U bu jarayonni Amerika Kubogi va saralash bosqichlarida ham boshidan o'tkazdi. Qandaydir vaqt u gol ura olmadi va butun Kolumbiya xavotirga tushdi. Lekin bu o'sish jarayoni. Uning futbolchi va inson sifatidagi yetukligi har qanday bosimdan ustun bo'lishi kerak. O'ylaymanki, u ajoyib mundial o'tkazadi. Bizni qo'llash uchun kelgan muxlislarga rahmat, rahmat va rahmat. Ularga faqat minnatdorchilik bildirish kerak. Ularning berayotgan mehri va ishonchi bizning ham qalbimizda bor. Biz ham ular kabi bu turnirdan umidvormiz. Barcha 26 nafar o'yinchining sog'lig'i juda yaxshi holatda. Kordoba allaqachon futbol o'ynashni boshladi va mashg'ulotlarga qo'shildi. U to'liq tayyor. To'g'ri, u qolganlar bilan o'rtoqlik o'yinlarida qatnashmadi va ehtimol futbol amaliyoti jihatidan biroz ortda qolgandir. Ammo u maydonga tushishga mutlaqo tayyor. Ruhiy tayyorgarlik uzoq vaqtdan beri olib borilmoqda. Futbolchilar ijtimoiy tarmoqlarga yoki o'yin oldi mayda chalg'ituvchi narsalarga berilib ketmasligi kerak. Maksimal konsentratsiya talab qilinadi. Farqqa keladigan bo'lsak, futbolchi maydonda bor kuchini ishga solib, natijaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va shuning o'zi unga kifoya. Murabbiy esa o'yinchilarning harakatiga va o'zi tuzgan taktik rejaning ishlash-ishlamasligiga ko'proq qaram bo'ladi. Ochig'i o'ynashni ko'proq yoqtirardim, chunki u yerda hammasi ko'proq o'zimga bog'liq edi, dedi Nestor Lorenzo.